Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan istalgan veb-saytlarga kirganda ortiqcha reklamalarni bloklab qo'yadigan Google Chrome dasturiga qo'shimcha dastur, ya'ni extension o'rnatishligini ko'rib o'tamiz. Buning uchun bitta misol sifatida e-maktab, ya'ni kundalik.com platformasiga bir kirib ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda karta kerakmi? Bir zumda rasmiylashtiring, Agrobankdan xuddi shunaqa reklamalar chiqib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Biza endi mana shunaqa reklamalarni xohlagan veb-saytga kirganda mana shunaqa reklamalarni chiqmasligi uchun bizga qo'shimcha extension o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun yangi veb-saytga ochib olaman. Yangi Google qidiruv oynasini va akkauntimizning yonida 3 ta nuqtachasiga bosamiz va pastki nastroyka, mana nastroykaga kirib olamiz. Nastroykaga kirganda ochilgan oynadan расширение bo'limiga o'tib olamiz. Расширениеdan internet magazin Chrome qismiga o'tib olamiz. Internet magazin Chrome va aynan poisk расширение item qismida yozamiz. Dastur nomi uBlock Origin Lite. Mana uBlock Origin Lite. Aynan xuddi shu dastur ustiga bosamiz va bizdan uстановить, ya'ni o'rnatishlik haqida ma'lumot beradi. Mana ko'rib turganingizdek, basic, optimal va complete qismlarida 3 xil darajada veb-saytlarda ortiqcha reklamalarni bloklab beradigan dastur hisoblanadi. Mana uстановить qismiga tanlab olamiz. Uстановить расширение va ozgina vaqt kerak bo'ladi. Bu internetdan, bunga internet kerak обязательно. Internetdan skачать qilib bizga o'rnatib beradi. Hozir mana skачать qilyapti. Ko'rib turganingizdek, mana bu o'rnatib bo'ldi. Hozir endi ya'ni skачать qilib bo'ldi, endi o'rnatadi. Demak, mana bizga o'rnatilganligi haqida ma'lumot beryapti. Hozircha buni yopib turaman va aynan расширение qismiga tanlagan vaqtimda menda har doim shu qadalgan xabar, ya'ni ko'rinib, zakrbit qilib ko'rinib tursinki, kirgan veb-saytlarga nechta reklamalarni bloklaganligini sonni ko'rsatib turadi. Mana men yerda sonni ko'rsatib turibdi. Xuddi shunaqa sonni ko'rsatib tursin degan ma'noda zakrbit qilib qadab qo'yaman va mana menga ko'rindi. Endi buni bitta yopaman. Qaytadan e-maktab platformasiga kirib ko'raman. Ko'rib turganingizdek, mana e-maktab platformasida endi mana sahifani yangilaymiz. Yangilangan taqdirda ham bizga reklamalar ko'rinmayapti. Mana umumiy 6 ta havola, ya'ni reklama borligini ko'rsatib, raqamlarni ko'rsatib turibdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.